Assalamu alaikum, урматтуу Asad Production YouTube kanalının жалпы эле көрөрмандары жана биздин жалпы көрөрмандар. Биз бүгүн Ташкенттебиз. Bir Toshkentda chempion bo'lib, Istiqlolda konsert bera turgan yaxshi niyatlar. Asad Production. गौरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की हंस के जिए हंस के मरे अंजैसे दिल वालों की қалғанын кейінгі интервьюда айтып беремін. Oşumu kalıkımı, coşumu teke. Valla. Bir aydan beri de yazantağız. Elbette başka maksatımız iki memleketin dostluğuna az da olsa salım koşuyordu. Şu maksata gelip oturuz, buyurursa. İlgilik bizge. Bәрі жақсы, мощный, құдай ашығы. Өз айрым тілдерді түшін қотыр албадық, өзбекше ет. Өзбекше ойнаған әрекет бұлтауыз. Қайсы жерге барсаң ошын ұрынада дегендей. Тамашылап өзбекше қотырдық. Өзбекше қотыр алып өз күлтауды. Biz Қазақстанға астына барғанда қазақша ойнаған бұл. Бұл жаққа келгенден кейін өздеріне түсінікті болу үшін өзбекше ойнаймыз. Анша-мұнша қырғызша тілде ойнап тұрамыз. Жалаң ғана қырғызша ойнай бере тұрамыз жоқ. Бұл жақта біз өзіміздің тамашаларымызды өткере албай қалышымыз мүмкін. Ошон үчүн өзбекче ойнағанға әрекет қылып, түшүндүргөнгө әрекет қылып, негизи ушул жактан биз оюнга киргенден кийин чемпион болуп чыксак деген ниетибиз бар. Чындыгында КВЗны биз мурдайм анча-мынча маалыматыбыз бар. YouTube'дан көргөндө бизге жөнөкөй көрүнчү да. Анан жанына келгениңде бу жактын өзүнчө бир шарттары бар экен. Жөнөкөй команда келип ойнай албайт экен. Мисалы чет жактан да. Анан
Бул жака келиш үчүн биз 1 ай 1,5 ай дегенде документтерди турлап бул жактын министрлигинен өзүбүздүн министрлик тараптан уруксатты алып туруп анан бул жака келдик да. Бирок бул жака келиш үчүн 1,5 жыл ушул КВЗнын рахбарияты деп коет, ушу КВЗнын жетекчилиги менен биз 1,5 жылдай телефон аркылуу, телеграм аркылуу сүйлөшүп жүрдүк, тааныш болдук, биз тууралуу маалымат алышты алар тууралуу биз кененирээк маалымат алдык. Ошентип жүрүп анан документтерди турлап, уруксаттарды алып, ошентип келген учурубуз. Ташкентте моюнга алыш керек, эми бир аз өзбекче сүйлөп ойногонго туура келет. Анткени Ташкент эли, өзбек эли кыргызчаны анча түшүнбөйт экен. Ошондуктан кыргызча сүйлөсөк зал күлбөйт. Айла жок, бир аз өзбекче сүйлөгөн болсок, ошондо зал күлөт. Эгер зал күлгөн болсо, анда биз утуп кийинки турга өтөбүз. Ошондуктан анча-мынча көрмөндө кайрылам. Эмне өзбекче сүйлөп атасыңар, кыргызча сүйлөсөңөр болбойбу деген бир вопростор болуп кала турган болсо, анан ушундай өзүнчө бир патриоттук сезимдер ойгонуп, ушундай суроолор келип кала турган болсо, туура түшүнүңүздөр деген ойду айтып атам. Анткени кайсыл жерде жүрбө, ошол жердин ырын ырда дейт. Бүгүн биз көбүнчө 70% өзбекче сүйлөйбүз, анан 30% кыргызча сүйлөп, Кыргызстанды мактап, даңктап, жакшы кылып, эки элдин достугун чыңдап туруп, жакшы оюндарды көрсөтөбүз деген ойдобуз. Урматым менен Кадыр Жарматов, Нонем командасы. O'zbekistonda mehmon jamoani sahnaga taklif qilamiz. Sahnada shartimiz bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahri yoshlar masalalari bo'yicha qo'mitasining O'sh shahri terma jamoasi. Marhamat. Yangi yulduzlar degan kim? Просто aytishdi, yaxshi jamoa deyishdi menga. Albatta hozir. Assalomu alaykum Toshkent, assalomu alaykum Qirg'iz, assalomu alaykum Polko. Polko yo'qmi? Ikromoy, endi filmga chiqsangiz balkon asharda bo'ladi. Bo'ladi. Qirg'iziston O'shdan Toshkentga keldi, to'g'rimi? Toshkent juda ham go'zal shahar ekan. O'shunchalik xalqi zo'r ekan, lekin Toshkentda toza toshkentlik yo'q ekan. Kim aytdi doktor? Bor toza toshkentlik. Kim ular? Toshkentdagi haykallar. Toshkentda foydalagan, ashyoda turadi, Toshkentdan ketmaydi, hech yerga jilmaydi. Nimaga? Jilimizni jilomi deganmi u? Undan bu kim? Unga tegmang. Nima? U Qo'qondan kelgan haykallar. İçkarida turibdi, tashqarida emas. Praktikasi yo'q. Bitta gapda Toshkentga Toshkentga ham kelib oldik. Unda qaytishdan oldin bu o'zbek kinoda bitta o'ynab ketmayman. Men o'zbek kinosi janob hech kim degan kinoda o'ynagim keladi. Nimaga? Chunki men hozir Toshkentda hech kim emasman. Yigitlar, unda men payshanbadan payshanbagacha degan kinoda o'ynayman. Nimaga? Payshanbadan payshanbagacha zo'rda. Bunaqa bo'lsa men tundan tonggacha o'ynamoqchiman. Tundan tonggacha? Tundan tonggacha o'ynolmaysiz. Nimaga? Tonggacha charchab qolasiz-ku. Siz payshanbadan payshanbagacha o'ynayapsiz, men tonggacha o'ynayman. Kerak bo'lsa ikkisini o'ynamayman. Sanchi? Men shaytanatda o'ynayman. Hozir Latif ekan, men siz akam deganman. Yo'q. Bunday kimdir? Tog'angmi? Yo'q, ammang derman. Tog'amni ammasiga eri. Tushunmadi, keyin tushuntirman. Ko'p gapirmay, sahna ko'rinishdan o'yinglar. Sahna ko'rinishdan o'ynayolmaymiz. Nimaga? Ba'zi jamoalar o'ynab qo'yibdi uje. YouTube'da chiqmayman o'yinglar. Xo'p.
Hurmatli do'stlar, ulantiramiz. Davom etamiz. Qo'y kechirasizlar, davom etamiz. Haqiqiy ichib olgan sigir Bo'ldi. o'zing bo'lsa, adovatda bo'ldi. Ichib olgan sigir aradan bo'yiga kelib suv ichyapti, ko'ramiz. Kecha Germaniyaning prezidenti Toshkentga keldi. Shu Germaniyaning samolyotlari osmonda qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Hay. O'zbekiston Toshkentning samolyotlari. Assalomu alaykum. Bizlar charchamayapsizlarmi? Uydagilar yaxshimi, bolamlar yaxshimi? Qanday kelyapsiz? Qo'ygan. Bir piyola choy quyib bering. Hayır, o'zingizdan. Ben yig'ilib chiqamiz. Demek, Kırgızistan'ın samolyotları. Chiqib bakimiz çok bu. Ya, onda olma. Azizlar, O'zbekda doirachi degan san'at bor. O'sha sanatsiz O'zbekning to'yi o'tmaydi. Bir doirachi to'yga borsa, stoyka yo'q, ведущий живой stoyka bo'lib beribdi. Ko'ramiz. Biz kecha Toshkentni juda ham aylandik. Toshkent juda ham go'zal shahar ekan. Omarjon bizni juda ham yaxshi mehmon qildi, to'g'rimi? Erkak, o'g'il bola. Malades. Toshkentda yana maladeslar bormi? Keyingi chiqishda ko'rishamiz. O'sh shahri terma jamoasi. O'sh shahri terma jamoasi guldiroz qarsakiylar. O'sh shahri terma jamoasi bugungi O'zbekistonda bo'lib o'tayotgan quvnoqlar va zukkolar ko'rik tanlovida ishtirok etishda ularga yaqindan yordam berganliklari uchun Qirg'iziston Respublikasi Birbol partiyasi lideri Oltinbek Sulaymanov, Qirg'iziston Respublikasi Emakon Holding qurilish kompaniyasi raisi Emil Jusupovlarga tashakkur izhor etadi va O'zbekistondagi barcha quvnoq va zukko yoshlar nomidan mana shu guldiroz qarsaklarni yo'llaydi. Davom etamiz. Shartimiz musiqiy chiqish sharti sahnada O'sh terma jamoasi. Yana bir bor assalomu alaykum. Bizim 3-chi chiqishimiz musiqiy damashqamizning temasi jamoa bilan cho'g'ilib, olim akamiz bilan gaplashib yotgan uchirimiz. Ko'ringizlar. Olmaga deyapman. Ya olmaga deyapman. Olmaganiga olmagan bo'lib qoladi. Bak bolalar, qiziga ingliz tili kelyapti. Ingliz tili chet eldan keladi. Ular inglizcha gapiradi. Hamma inglizcha o'rganishi kerak. Bilmayman, kim o'rgatadi? Mana men o'rgataman-da. Olmaga ingliz o'rgatadi. Ingliz tilida o'zbekcha gapiradimi, olmaga? Bilashlar qayda boshlaydi. Ular bilan salomlashib o'rganamiz. Hay desa, hello desa, hello desa, hay deysizlar. Nimaga haylaymiz? Hayda desa, hay desa. Ha, hay deyman. Hozir men ingliz tilida o'qiyman. Hay desa, hello desa, hay deyman. Assalomu alaykum.
ustida tursa, a pen on the table. Bizga patantiga tushkunsiz. A table on the pen. Sen nima o'rganmayapsan? Anam bilaman bularni. Men kerak bo'lsa man inglizcha afandi aytib qo'yaman. Aytqani. Bitta aytingchi. Короче, one afandi. Go to street. Go to street degan bir afandi ko'chaga chiqibdi deb. Go to street in the остановка. Dunyoda manday afandi yo'q deb trubka ostonalar qo'ygan. One bus afandi. One afandi. Mashinada kulish kerak. İngilizce kulish kerak. İngilizce mi? No. Roma efendi şarmandısı. Eleştirani. Endi investorlarga qo'shib berish kerak. Ha, İngilizce çekene geldi. Repensaklar bular. Qanday bo'ladi? Ben repensaklar qo'shib men hop ketdim. Albatta keyin boshlamda ketib o'tirdim, bozordan chiqib bittasi to'xtang dedi shoshib qoldim. To'xtang dedi shoshib ko'tarib, to'xtamasdan ketib bordim. Keyin soatga qarasam 12 yarim o'tib, pagaringalarga soatim ishdan otib qo'ydim. To'g'ri olmaysan. Xursand qiladigan, investorlarni xursand qiladigan qo'shiq yo'qmi? Olmagan manda bor. Qani, Xursand bo'lgan bolalarning ashulasi bor. qani, Aytaymi? Hay. Osmonda qushlar ucharlar. Ya osmonda qushlar uchmaydi. Bunaqa paytda osmonda qushlar suzadi. Osmonda qushlar ucharlar. Olmagan. Mana bunda inglizcha qo'shiq bor. Mana haqiqiy vatanparvar. İngilizcemi? İngilizce. Ayt. Sen o Toshkentda quyoshda boshi aynib qolmadimi? Butun O'zbekiston biladi bu qo'shiq bozalarniki. Bu ma'nosi eshitilsa bu inglizcha deb o'ylab bak. Ma'noli qo'shiq bor, ma'noli qo'shiq. Ma'noli manda bor. Qani, Juda ham yoqadi. Eshiting. On moj волшебный он мой клан, самый лучший шоколад. Siz Rusça qo'shiq aytyapsiz. Rusça bilmayman. Siz ashuni o'zbekcha ko'tarib bering. O'zbekcha? O'zbekcha berib o'tib bering. О, мой волшебник, о, мой чад. Алчныштары, самый вкусный шоколад. Oynagan. Bu qo'shiqning aytilishi ruscha ekan, eshitilishi o'zbekcha ekan. Bunaqa universitet ketib qoladi. Buni qilamiz. Universitetni tushundirish kerak. Askiya qilaylik. Volida askiyasidan qilaylik. Askiya? Qani, Olmaydi. o'ylanmay. Men sizga o'xshab. Nimaga o'xshatdingiz? Telefonga o'xshab. Telefon bo'lsa nima qilarmiz? Saqin zaratgani tiqib turadi. O'z Qodirboy, O'ylab men sizga o'xshatdim. ana unaqa bolalardan emasman. Olmagan. O'ylabmay. Men sizga o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Tog'ning boshidagi oppoq qordan yerib tushgan suvga o'xshatdim. Shu tog'ni boshidagi oppoq qordan yerib tushgan suv bo'lsa nima qilarmiz? Betingni ham yuvmasman shu suvga. Qodirboy, mana sizga o'xshatdim. Kimga? Munisa Rizayevaga. Mana bitta o'xshataylik. Sen o'xshatolmaysan. Men. Faqat men o'xshataman. Olmagan. Ha, Men ham sizga o'xshadim. nimaga o'xshatdingiz?
Yok şuna. Yapsınlardı. Konsola gelmiş sen gelmiş. Yok. Bana seni tanıdı. Yok. Sodiq Xolov, Samsabozlarning yo'lishi. Bolalar, qirg'iziga investorning keragi yo'q. Nimaga? Ana shu investorga kerak bo'lsa qirg'izi kerak. O'zbekiston, Qirg'iziston biz qadimiy aka-uka bir gunohkormiz. Childinda bunday qarab ko'rsak, bizning dinimiz bir, tilimiz bir. Barcha bozorimiz, kerak bo'lsa o'lgandan keyin jabchu mazarimiz bir. Xudoyim hech vaqtda ikki o'lkani do'stlikdan ayirmasin. Yashasın Qirg'iziston jana O'zbekiston do'stligi. Qirg'iziston Respublikasi o'z jamoasidan kelgan jamoa iltimos bir qadam oldinga chiqsanglar. Avvalasi katta rahmat tashrifinglar uchun va umid qilamiz kelgusida hamkorligimiz yana davom etadi. Endi sizlar ham qo'shga taklif qilsanglar, biz ham o'sha молодец yigitlarni ko'rib kelamiz degan umiddamiz. Jamoalarga an'anaviy tilagimiz Xudo omadinglarni bersin. Uchinchi shartda 0.2 ball jarima balli vaqt reglamenti uchun, uchinchi shartda to'liq 5 ball, yakuniy ballari 14.8 ball. Bugungi kunga bellashuvimizda Fahmli ikkinchi o'rinni egallaydi va chorak final yo'llanmasini naqd qiladi. Dudugap jamoasi. Uchinchi shartda 6 ball, yakuniy ballari 16 ball. Bugungi bellashuvimiz mutlaq g'olibi O'sh terma jamoasi. Sizlarni navbatdagi bellashuvda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bugungi o'yin chiqishidan bunchalik natija kutmagandik. O'ylaymizki, ularni final o'yinlarida ham ko'rishni juda ham xohlab qolardik. O'sh, omad. Salom Qirg'iziston, salom O'sh shahri. Mana O'sh shahri terma jamoasi Quvnoqlar va Zukkolar ko'rik tanlovida bugun saralash bosqichida ishtirok etdi va g'olib bo'ldi. Birinchi faxrli o'rinni egalladi. Endi navbatdagi bosqich chorak final, ya'ni chetvert final bosqichi sentyabr yoki oktyabr oyida жеребьевка natijasiga ko'ra bo'lib o'tadi. O'sha yerda ham munosib va a'lo darajada ishtirok etishini kutib qolamiz. Qirg'izistonlik do'stlarimiz O'zbekistonga xush kelishibdi. O'zbekiston va Qirg'iziston xalqi azaldan qarindosh xalq bo'lgan bitta
tuproqda yashab bitta suvni, daryoni suvini ichgan xalqlar mana shu narsa, shu quvnoqlik va zukkolik bobida ham hamkorlik yo'lga qo'yilganidan juda ham xursandmiz. Ularga faqatgina xush kelibsiz deymiz, omad va zafarlar tilaymiz. Hali O'shga ham boramiz degan umiddamiz. Hurmatli do'stlar, suyunchi biz Toshkentga kelib hozir отборочный turdan birinchi o'rin bilan çeyrek finalga o'tdik. Xudo qalasa sentyabrda o'tgan çeyrek final, o'shol finalga qattiq tayyorlanib taga kelamiz degan o'ydamiz. Kelib ушул жактан чемпион болобуз деген ойдобуз. Буйруса сиздер колдоп турсаңыздар эле, бизге дем күч болуп турсаңыздар, албетте чемпион болобуз, а? Эми YouTube'дан колдобой калабыз дегендер дуа кылып тургула, Кудай кааласа. Рахмат. Эми чындыгын айтканда утабыз деген ниетте келдик, эми ойлоп аттык эле, бирок Кудайга шүгүр уттук. Биринчи орун. Рахмат. Буйруса çeyrek finalda görüşөбүз. Жакшы даярдык менен келебиз. Атыңыз ким? Абдулазиз, спасибо, вообще супер атмосфера, вообще идеально было, вообще бомба.